Yaxshi bo'ldimi? Shug'ul qilish, baqir chaqirib turinglar, odam mazza qiladi, baqir chaqirishga. Gopata ayoli eriga savol berasizlar deb to'g'rilatib qo'yasizlar, erlar shunaqa ayollar ham bor, erini savol javob qilib to'g'rilatib qo'yadi. Bitta ayoli eriga berayotgan savolni qarang, savolni. Adasi debdi. Mabodo men o'lib qolsam debdi, savolga qarang. Mabodo men o'lib qolsam, o'lmayman, atak, yomon o'lib yo'q, yomon o'lib yo'q, men o'lmayman. Mabodo o'lib qolsam uylanasizmi debdi. Shu paytda erkak kishi nima deydi? Nima deydi shu paytda? Ana Buxorolik brat yana sizga murojaat qilaman, ko'zingiz ko'rmasin faqat aka. Keling, yana telefonda o'tiribdi. Bu keling, alo. Hey! Voy yangamullo, telefon ko'rgan keldingizmi, konsert ko'rgan keldingizmi? Aka, u telefonda bo'shyaptimi? Yani kimlar bilan gaplashyaptilar bular? Mana keling sizga aytsalar, nima o'lib qolsam, menga uylanasizmi sizlar, nima degan bo'larsiz? Nima dedingiz? Ha? Nima? Yo'q deysiz, qarang. Bilasiz keyin bo'lishini. So'rab keling, adasi mabodo men o'lib qolsam uylanasizmi siz? Uylanaman, xotin. Uylanasizmi dedi. O'sha uylangan ayolingiz mana shu oshxonada ovqat qilaman dedi. Qanday qatiqladi bo'lsa, xotin dedi. O'sha uylangan ayolingiz men o'tirib televizor ko'radigan kresloda o'tirib televizor ko'radimi? Ko'radi, nima qiladi? Voy, boshqa iloji yo'q. O'sha uylangan ayolingiz men yotgan karavotga yotadimi? Yo'tal ko'chib yotmaydi, qatib o'tadi. O'sha uylangan ayolingiz men haydayotgan bivayda mashinani haydaydimi? Desa eri ham, yo'q, uni pravasi yo'q, xotini pravasi yo'q dedi. Bu bir sotib qo'ygan o'zini o'zi. Do'ldirab qo'yadi. Shuning uchun har bir inson o'zini qo'shiq bilan qo'sha qarasin, yaxshi yomonmi, birga umr kechiraversin.